Qo'chqorni zo'ridan olib qo'yib, to'g'li qo'ylarni bir 10 ta 15 ta olaman da akalar nasib bo'lsa foydani qilaman deydiganlar uchun bugun xudo xolasa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib keldik. To'lqin akamizning xonadonlarida ana shunaqa 34 bosh to'g'li qo'ylari bor ekan. Hali qo'chqordan qochmagan akalar bular 10 oylik to'g'li qo'ylar qo'chqor qo'yishga tayyor. Nasib bo'lsa 5 ta 10 ta 15 ta nechta olaman desanglar ham akalar bemalol akamizga chiqib savdosini qilsanglar bo'ladi. Eng birinchi o'rinda do'stlar bularning sifati ham zo'r, tog'da, dalada yurgan qo'ylar, yeb ichishlari ham zo'r. Nasib bo'lsa avvalambor narxi ham akalar o'dar bo'ladi xudo xolasa. To'lqin aka ishlari zo'rmi aka, charchamasizmi? Ilhomjon, yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Aka, o'zimizning obunachilar uchun bitta chiroyli narx ayting aka endi, kelishtirib. Bularni 3.300 mingdan Aha. bitta joyga olishmasa ham 10 ta olingan dastavkasi bor. Kamida 10 ta olsa 3.300 dan dastavkasi bor. 300 mingdan dastavkasi bor. Soni 34 dona, bitta ichida qo'chqori bor. Aha. Bo'ylari ham bir 75 lar chiqadi, 70-75. Oldi 80 plus, pasti ham shu 75-70 plusga olishimiz. Aha. Xo'p, agar obunachilar dastavkasi kerak emas, aka o'zim olib ketamiz, 3.200 dan olib ketaversinmi yo'qmi aka? 5 ta 10 ta tayoqtaylarga ham akalar xudo xolasa dastavkasiz 3.200 dan olib ketaversanglar bo'ladi. Dastavkani pulini alohida tayyorlab beraman aka. 3.200 dan oldim qo'ylaringizni jo'nating desanglar ham 12 ta viloyatga bemalol jo'natib olishadi. Xudo xolasa bemalol pastdagi nomerga chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar. Mana to'g'li qo'ylar hammasi katta-katta, orasida maydasi, bemalol ishonib savdosini qilaversanglar bo'ladi akalar.